Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz Artifact serverida anarxiya rejimida o'ynab maza qilamiz. Bo'lmasam videoni boshlaymiz do'stlar. Odam ham normal ekan do'stlar. Kim oldim? Okey, endi RTPdan biz event qidirishni boshlaymiz. Event ham yaqinda paydo bo'lgani, Beacon degani RTP qilamiz. Mana okey bo'ldi, keldik. Endi bundan archiv airdrop deb yozamiz. Hop, bu uzoq ekan, yana bir marta RTP qilamiz. Okey, o'zi RTPni vaqti ketyapti. Hop, RTP bo'ldi. Endi bo'lmasam airdrop gpsga bosamiz yana bir marta. Okey, 860 blok zori degan. FM bilan F4 bosib mana bu narsalarni chiqara olasizlar. Hop, bo'lmasam shu yerdan borishga harakat ko'ramiz. Aytilgan joylarga borishga harakat qilasizlar. Minus plyuslari bir xil bo'lishi kerak, qarab olasizlar. Va xo'p, ketamiz. Shu bir xil bo'lguncha bu tomonga yurish kerak ekan. Okey, bu yerga yana bitta yozib ko'ramiz. 864 blok. Hop, demak shu tomonga yurish kerak ekan. Okey, shaklaymiz. Hop, do'stlar, bu o'yin bo'lmasam tezlashtirgan tasvirlarga ko'rishlari mumkin. Okey, bo'lmasam ketdik. Mana do'stlar, event olgan narsalarimni ham Ender Chestga solib qo'ydim do'stlar. Mana shuncha narsa oldik biz eventdan. Unchalik ham zo'r narsalar chiqmadi-ku, lekin boshqa bo'laveradi. Do'stlar, bo'lmasam shu videoni shunday iborat edi. Hammaga xayr do'stlar, videoga like bosib obuna bo'lishni eslanglar, chiqmasin. Serverga kirmoqchi bo'lsanglar, IP tepada turibdi. Bemalol o'sha IPdan foydalanib kirsanglar bo'ladi do'stlar. Bo'lmasam do'stlar, hammalarga xayr.